G'ulomjon Husanov 1980-yil 12-aprelda Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tug'ilgan. 1997-yil Termiz shahridagi 13-umumta'lim maktabini tamomlab, Termiz politexnikumiga o'qishga kirgan. O'quv yurtini muvaffaqiyatli tugallab, muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan. 2000-yil avgust oyida Uzun va Sarasiyo tumanlarining tog'li hududlaridan mamlakatimiz chegarasini buzib, yurtimizga suqilib kirishga harakat qilgan bir guruh terrorchilar bilan bo'lgan jangda qahramonlarcha halok bo'lgan. 2000-yilning yoz oylarida Surxondaryo viloyatining Sariyosiyo va Uzun tumanlarida ro'y bergan mudhish hodisa bir necha 10 yildirki hali hanuz yodimizdan ko'tarilgani yo'q. Tinchligimizga rahna solmoqchi bo'lgan bir guruh jangarilar bilan bo'lgan qonli to'qnashuvda viloyat ichki ishlar organlarining bir necha mard va jasur xodimlari ham jang maydonida halok bo'ldilar. Bugun yuraklarda hayajon va faxr ila yodga oladigan bu qahramonlarimiz orasida marhum Husanov G'ulomjon Choriyevich ham bor edi. Ichki ishlar vazirligiga qarashli Termiz shahridagi harbiy qismda ishg'ol qilish guruhi komandiri o'rinbosari lavozimida xizmat qilgan qahramonimiz oilasi va yaqinlari xotirasida mana shunday muhrlanib qolgan. Meni o'g'lim Husanov G'ulomjon 2000-yilda Sarasiyo Uzun tumanlarida bo'lgan terroristlar bilan bo'lgan jangda qahramonlarcha halok bo'ldi. Uni mardligini birinchi prezidentimiz Jasorat medali bilan taqdimladi. Mustaqilligimizni 10 yilligi, 15 yillik, 20 yilligi ko'krak nishoni bilan taqdimladi. O'g'lim G'ulomjon 1-sinfdan a'lo baholar bilan o'qib, o'quvchilar ichiga eng tartibli, intizomli farzand edi. Oilada ham farzand intizomli, tartibli edi. Qattiq muomalada bo'lganligini eslolmayman men ona sifatida. Doim aytganimizni qilib, yoshligidan voyenniga qiziqib, dadasi voyenni o'qituvchi bo'lganligi uchunmi yoki o'ziga qiziqish bo'lganligi uchunmi voyenni bo'laman der edi. Farzandim bilan doim faxrlanaman. El yurt oldida yuzimizni yoriq qilib, el qo'riqchisi bo'lib, onalar uchun bu gaplarni aytish qanchalar qiyin bo'lsa ham faxrlanamiz. Onani o'z farzandi qabr ustida yig'lagan onani ko'rganmisiz? U yig'laydi, mungla yig'laydi, ovoz chiqarib yig'laydi. Lekin qalbida baribir o'sha vatan qo'riqchisi qahramon bo'ldi, farzandim deb baribir qandaydir eslovchi xalqim bor, prezidentim bor degan bir tuyg'u mana shunday kelib eslagan paytlar, bayramlarda kelib eslaganda qandaydir onaning qalbida bir ishonch, farzandini yaxshi bir hislatlarini eslaydi. Onalar uchun farzandlar o'g'il bola tug'ilganda xalq qo'riqchisi tug'ildi deyiladi. Qiz bola tug'ilganda vatan etagini yopuvchi tug'ildi deyiladi. Men farzandim bilan faxrlanaman. Mana shunday O'zbekistonimizni jannat makon, O'zbekistonimizni yashnab gullashiga, mana shunday ko'rkam o'tishiga ozgina bo'lsa ham o'z hissasini qo'shgani uchun. Mard o'g'illarimizni mana shu Sarasiyo voqealariga o'tgan o'g'illarimizni, vatan uchun jon bergan ichki ishlar organlarida ishlaydigan insonlarni, yigitlarni hammasi mana o'zlari mangu ketgan bilan ularning mangu xotirasi qoladi. Alloh menga bir ne'mat berdi. 2000-yilda tug'ilgani? 2007. 6mi? 7. 2007-yilda 18-avgust kuni G'ulomjonni opasi, singlisi farzandli bo'ldi. Uni ismini G'ulomjon deb qo'ydik. Elu yurt uchun jonini fido qilgan o'g'lonlarimizni halok bo'lgan deyishga til bormaydi. Ular oilasi uchun, vatanimiz uchun hamisha barhayot deydi prezidentimiz. Mardlar jasorati hech qachon unutilmaydi. Chunki yurtning tinchligini asrash, sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlash sharafli yumush sanaladi. Bu yo'lda halok bo'lgan yurt o'g'lonlari, jasur xodimlarimizni yodga olmoq barchamizning insoniy burchimizdir.